Bugun kuni bo'yi sovg'a olish kuni bo'ldi men uchun va menga eng yoqqan mana bu o'g'limning sovg'asi. O'zi uzoqda bo'lsa ham sovg'asi yetib keladigan bolajonim bor meni. O'tgan yili mana bu kasheloyni podarka qilgan edi bolajonlarim menga. Endi bunisini sovg'a qilishdi hozir. To'la pul bo'lsin ejon deb sovg'a qilishdi. Ertalabni kutmasdan sizlar bilan bo'lishim keldi. Ertalabni kutmasdan tabriklaydigan bolalarim bor. Mana hidini shunaqangi yoqimli gullari ham bor mana bu yoqda. Rahmat bolajonlarim, umrlaring uzoq bo'lsin. Bizni hayotimizda nima natijaga erishgan bo'lishimizdan qat'iy nazar biz eng zo'r natijamiz har bitta onaning natijasi bu farzandlari. Umr uzoq bo'lsin bolalarimiz. Rahmat bolajonlarim. Katta rahmat. Juda ham xursandman.